Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga o'sha Amerikadagi mashinalar haqida bir ikki og'iz gapirib o'tmoqchi edim. Narxlar to'g'risida o'sha haydalgan bo'lsa ham, lekin sostoyaniyasi yaxshi turgan mashinalar haqida. Mana bunday shunaqa servislar bor bu yerda. Mana bu yerda bunday servislar turadi. Mana ichida o'sha asosiy o'sha mashhur chiroyli mashinalar aniq qilinadi. Mana masalan Mercedesdan boshlasak, mana S-Class 26900 turibdi. 95000 mayl yurgan. Motor 603 ekan, V8. Ajoyib. Qancha ajoyib. Menga mana shu ko'rinishi yoqdi. 2000-yilga, 2009-yilga variant bo'lsa ham, lekin salon ancha-muncha juda ham hali yengida turibdi. To'g'risi bu yerdan hali bu ayb topganim yo'q edi. Ajoyib ko'rinishda. Prosta bu haydalgan odamga sotmoqchi bo'lganda mana shunaqa servislar sotiladi. Keyin bu servislar o'sha mashinani sotib beradi. Mana masalan BMW. BMWni 6 seriyasi. BMW 6 seriya 2012-yilga variant 28900 turibdi. Mana naryadagi Mercedes 26000 bo'lsa, mana bu ham shu pashti orasi bir xil pashti narxi, bu 28000 turibdi. 28800. Bu necha 2012-yilga variant, motor to'g'ri V8 stil ekan bu ham. Mana bu yerda keyin Maserati mashinasi turibdi. Maserati ajoyib, salon ajoyib bo'ladi, 29900. Buni saloni juda ham ajoyib bo'lgan saloni. Masalan, mana eng menga hayron qoldirgan tomoni bu yerda mana Bentley mashina Amerikada juda ham qimmat yuradi, lekin mana bu 2005-yilgi variantini o'zi mana 44900 turibdi. 37000 mayl yurgan, javob ko'p yurilmagan. 6 litrli motor. Buni saloni ko'rinadimi, yo'q bilmadim, lekin saloniga to'g'risi haqiqatan lekin tan berish kerak, tan bermasin kerak. Mana 14 yil oldin chiqqan mashina, hali mana ko'rinish. 14 yil oldin chiqqan mashina. Yana menga mashinalarning o'sha BMWlarni yoqadigan variantida mana BMW M5, M5 36900 2013-yilga variant, 4 litr motor, V8 stil bu ham. 39900 bo'lgan ekan, 36900 ga tushibdi. Mana bu yerda Audi 8 2013-yilga variant, 3 litrli V8 24900 turibdi. Mana bu yerda yana vaksiz mashina, elektrda yuradigan mashinamiz 37900 2013-yil chiqqan variant ekan, 103000 mayl yurilgan ekan. Keyin sekin orqa taraflarga o'tamiz. Bu asosan BMW hamda Mercedeslar asosan bu yerda varianti. Masalan mana BMW M3 21900 4 litrli motor. 4 litrli motor. Mana bu yerda ko'zga ko'rinadigan mana bu sariq BMW. Uni narxi 17900. 2011-yilga variant, mayli ko'proq ekan, 96900, o'shaning uchun 17000. Narxi ham ancha arzonroq. Motor 3 litr, i8 turbo charger ekan bu. Qoyil 2011-yilga variant. Mana bu yerda yana bitta Mercedes S-Classimiz 2014-yilga variant. Bu mana bu yerda X6, naryoda Browns turibdi. 20 mana xo'sh, Audi'miz yana S6 degani ekan, 2013-yilga variant. Bu sportivniy variant. Mana bu sportivniy variant, pasaytirilgan anaqasi ham sportivniy variant hisoblanadi. 29900 2013-yilgi. Bu yerda o'zi mashinalar anaqasi ko'p. Mana masalan narada ko'rinayotgan bo'lsa, mana Infiniti anaqasi bor. O'sha brendi bor, o'sha Infiniti mashinalar turadi uning ichida. Anaqasi. Mana bu yerda Toyota bor ekan. Toyotani hech ko'rmagandim. Mashinalar shunday zo'r mashinalar ichiga Toyotani qo'yib qo'yibdi. Masalan mana Porsche. Bu yerda qaysi mashinamiz turgan ekan? Bu yangi kelgan ekan, hali qo'yilmagan, lekin sostanasi zo'r. Masalan, mana Porsche bu yerda BMW, masalan, menimcha u M7 seriya. M7 bo'lishi kerak adashmasam. M7 mana bu. Mana. Hoppa. BMW mana bu yerda Mercedes. Yo'lda mana bu yerda BMW. Mana bu Mercedes. Mana BMW X5lar 19900 turibdi, ikki xil variantida. Mana mana Class GL Class
2015-yilga variant 43900 turibdi. Lekin buni men saloniga gap yo'q, bu ochiq emas ekan. Gap yo'q. Bir xillar mashinasi eshigi ochiq bo'ladi, uni ichini o'tirib tomosha qilib ko'rsa bo'ladi. To'g'risi qolishga qolmasning iloji yo'q. Masalan, men yana qaysi mashinani ko'rsam bo'ladi? Mana Loriver, Mercedes Loriver degani gibrid. Mercedes S-klassini gibrid varianti. Mana bu yerda ham mana Lariner anaqasi turibdi. Agar sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, Lariner. Shunaqa kompaniyalar borki, Amerikada mashinani olib turib, uni gibrid qilib, o'zi motor qilib, o'zi ichidagi polni almashtirib, o'zini nomini qo'yadi. Mana diskalarda ham Mercedes emblemasi yo'q, Lariner turibdi. Mana bu yerda ham mana bunisida Lariner turgan bo'lsa, bu tarafida, mana bu tarafida mana Mercedes emblemasi. Lekin bu sportivniy variant qilib yaratilgan. Mana bu yerda anaqalarni motorlar qilib, mana 505 motor 2008-yilga variant 39900 narxi, o'shaning uchun ham ancha-muncha baland. Chunki bu ancha-muncha funksiyalarni bajaruvchi ko'p narsalar o'rnatilgan. Mana yo'llarni agar ko'rinayotgan bo'lsa, masalan, S-klassda bunaqa narsalar yo'q. Bo'lsa ham jam unchalik bo'rttirilmagan. Bu bo'rttil chiqarilgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, balon sal bu yoqqa chiqadi. Как будто bu yerda sportivniy rejim qilib yaratilgan. Mana bu saloni ham ancha-muncha mana. Lekin Mercedes farqi yo'q. Mana 2009-yilga M3 variant 19900 ekan, ancha bo'yi past ekan. Mana 3000 mayl yurilgan ekan. Mana bu yerda BMW X6'miz 23900 turibdi. 72000 mayl yurilgan. Agar u muammosi chiqsa, o'shani sotgan egasiga telefon qilasizlar. Mana shunaqa joyda nomeri bo'ladi. O'shani sotgan egasini nomeri bo'ladi. Agar muammo bo'lsa, o'shanga anaqa qilib chiqarasizlar. Mana bu yerda hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Mana bu tarafda 49900 turibdi. Mercedes-Benz G-Class. Mana salon. Bu nechinchi variant ekan? Ko'rdimmi? 2008-yil ancha-muncha eskiroq variant ekan. Hozir bu ham ancha-muncha kuchayib ketgan mana. Masalan, bu yerda Audi'miz mana salonni ko'rib qo'yishingiz mumkin. O'sha sportivniy rejim deganimni ichi. Qani buni eshigi ochiq ekanmi? Yopiq. Bu galchotda nimagadir eshiklar yopiq, lekin har doim kelgan paytimda eshiklar ochiq bo'lardi buni. Hozir yopiq ekan bular. Chota yopib qo'yishibdi. Mana qaytib keldik. Mana o'sha mashina servisini anaqasini ko'rsam mana. Mana unchalik katta bo'lmagan, lekin ancha-muncha hamma chiroyli mashinalar turibdi. Agar pulim bo'lganda kelib turib, mana shu albatta mana shu ko'k BMWni olgan bo'lardim. Chunki menga BMWni o'sha M5 anaqasini varianti juda ham yoqadi. Chunki juda ham ixcham anaqasiga gap yo'q. To'g'risi menga shu ancha-muncha yoqadi. Eng yoqadigan varianti mana saloni ham juda ham ajoyib. Xudo xolasa bizdan ham nasib o'sha haydalgani bo'lsa ham shunaqasini olish niyatimiz bor. 36900 ekan narxi. Narxi ham ancha-muncha baland-ku, lekin haydashga arziydi do'stlar. Mana Bentley'imiz. Lekin Bentley'ga qolmasdan iloji yo'q. Bentley shunaqa joylarda turibdi. Gap yo'q. Xullas qilib sizlardan xayrmas, ko'rishguncha deb qolaman sizlarga. Keyingi bloglarda ko'rishguncha o'zinglarni asranglar. Sizlar bilan Sherzod Otabekov bo'ldi. Hammanglar omon bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.